Ana hozir studiya ham sirkka aylandi-yu, keyin o'sha sirkda 3 kunlik konsert bo'lgan ekan. Va u juda ham katta janjallar, oynalar sinishi, shunaqa narsalar bo'lgan. Shuni eslaydik. Mayli. U nima edi u? Konsert, sizni solniy konsertingizmi? Da, solniy konsert bo'lgan, ha. Shu uzoqqa ketmadik, shu tepaga ko'tarildik. Bo'ldi. Bitta pog'ona. Nimaga sirk? Aynan nima uchun sirk maydoni? Bilmayman, shu yaqin bo'lganda shunda chiqdik tepaga. Mana shu konsert bersak bo'ladimi? Bo'ladi deyishdi. Qivorurdik. Shu nima uchun bu darajada zararlarga kirgansizlar? Sirk tayyor emas edi bunaqa katta konsertlarga. Atrof oynaligida birinchi qavat eslayman. Hamda kutilmaganda anchlag bo'lib ketdi. Shu chuqur oynalarni sindirishgan, eshiklarni sindirishgan, o'tirgan stullarni sindirishgan, odamlar zinada o'tirgan, bilet yo'q, janjallar haqiqatan ham. Bu xursandchilikmi yoki qanaqadir rostakasimiga janjal, xafagarchilik paydo bo'lganmi? Yo'q, endi men faqat sahnani o'ylardim, notalarni o'ylardim, sahna chiqishlarni, shoularni, faqat shunga e'tibor bo'lardi menda. Men hech kim bilan uchrashmasdim, gaplashmasdim. Men zalda nima bo'layotganini hattoki bilmasdim ham. Sababi har bitta qo'shiq aytganingizdek hit mas'uliyati shou qilib berishimiz ham kerak bo'lardi. G'oyalar juda kuchli edi. Sirkda ham shu konsert dasturida juda kuchli hamma jamoa, bir 50 tacha odam entuziazm bilan zo'r ishlaganmiz. Buni moliyaviy foydasi bo'lganmi sizga? Yo'q, biz hali zarar ham ketganmiz. O'sha sirk bizga shot bergan, singan stullar, buzilgan oynalar, hattoki esimda bor, hattoki hayvonot anaqa olami ham anaqa zarar bo'lgan. Masalan, qanaqadir jonivorlar halok bo'lgan ekan. O'shani bizni silato'liysizlar deb bizga yozib berishgan. Bu ham lekin qaysidir ma'noda tajriba olgansiz. Bu yangi pog'onaga ko'targan sizni, to'g'rimi? Endi anslag bor. Meni eslay olayman, xuddi bitta tush bo'layotgandek. Men repetitsiyadan uyga, uydan repetitsiyaga, repetitsiyadan studiyaga, studiyadan repetitsiyaga hayot bo'lmasdi. Faqat shunga bo'lardi e'tibor. O'zimga aytadim, hozir albomni bitiraman, keyin dam olaman. Keyin albom bitgandan keyin konsert qilish kerak. Hozir konsertni bitiraman, keyin dam olaman. Konsert qilib oldik, gastrolli tur boshlandi. Hozir gastrol o'tkazib olamiz, keyin dam olaman. Mana haligacha ham yuribman. Dam olmasdan. Qarang, ijodiy hayot boshlandi, lekin ijodiy hayotdan tashqari shaxsiy o'zingizning hayotingiz qanaqa bo'lgan? Bilishimcha sal shumtakaroq bo'lgansiz va Chilonzorda katta bo'lgan ekansiz. Da, biz o'sha payt moda bo'lgan, rock and roll, Doors, biz nima deydi, juda xuligan bolalar bo'lganmiz. Har kuni вечеринка, har kuni kayf safo. Ko'p Chilonzorni ruslashgan yigitlardan bo'lgansiz. Da, shunaqa. 90-yillar oxirlarida kam uxlardik. Ko'p ko'chada vaqt o'tkazardik. Shuning uchun o'sha sizlarga ham ta'sir qilganmi 90-yillar havosi, ko'cha? Albatta. Xuligan bo'lish bo'lgan. Moda bo'lgan-ku endi. Bo'lgan. Nimalarni modadan qolishmasdik. O'sha moda borasida endi ko'pchilik kiyimni nazarda tutadi-yu, lekin o'sha jarayon, o'sha yoshligingizdagi jarayon, shumtakali jarayoni ko'proq nima bilan assotsiatsiya qiladi siz? Nimani eslaysiz ko'proq? Chilonzorda aynan. Yo eslagingiz kelmaydigan narsalar bormi? Endi keyingi safar gaplasharmiz. Sal ozgina vaqt o'tsin yana. Bir yana 20 yildan keyin aytib berarman. Aytmaysiz 20 yildan keyin, aniq. Nega yoshligida eslagingiz kelmaydimi? Qanaqadir uyalaman deyman shu yoshligimdan. Juda ham shu shumtaka deganingiz bu hali gazetga u juda ham mehr bilan gapiryapsiz-da bu narsalar. Endi men aytaman-ku, rock and roll bo'lganda, bizda hardcore bo'lgan, Doors bo'lgan. Rostagamiga endi yoshingiz katta bo'lgandan keyin uyaladigan holatga olib kelgan.
Lekin yoqimli damlar bo'ladi-yu baribir maktab davri. Yo'q, balki maktab. muhabbatdir, bilmayman. Maktab bunaqa yaxshi eslay olmayman. Student davrim o'sha ko'proq sessiyalarga kelardim. Qolgan bo'sh vaqtda biznes bilan shug'ullanardim hamda shu ijod bilan shug'ullanishni boshlaganman. Student davri ham shunaqa wow emasdi. Ha, tushundim.